Assalomu alaykum do'stlar. Hamma narsa taqiqlangan mamlakat haqida o'ylab ko'ring. Masalan, qora rangli mashina boshqarish taqiqlangan, chunki mamlakat yetakchisining so'zlariga ko'ra qora rang omadsizlik keltiradi. Ayollarga avtomobil boshqarish, shim kiyish taqiqlangan. Agar siz 30 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, mamlakatni tark etolmaysiz. Ushbu mamlakatda hatto koronavirus ham taqiqlangan, ammo bu taqiqlarning bir nechtasi xolos. Keling, Turkmaniston haqida gaplashaylik. So'nggi paytlarda g'arbdagi komediyachilar bu mamlakatni tez-tez masxara qilishmoqda. Bu kabi holatlarni keltirib chiqargan asosiy sabab mamlakat prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovdir. Prezident Berdimuhamedov rejimi xuddi birinchi prezident Niyozovniki singari o'zini ulug'lashdan iboratdir. Prezident shu qadar mohirki, u velosipedni bir qo'li bilan boshqarayotib, ikkinchi qo'li bilan to'pponchadan nishonga aniq uza oladi. Turkman ahal-tekin otlari va alabay itlari haqida kitob yozadi. U doimiy ravishda jismoniy mashq qilib, dunyodagi eng yengil shtangani ham ko'tara oladi. Dunyoda Shimoliy Koreyadan keyin eng yopiq mamlakat hisoblangan Turkmaniston haqida hamma narsani 10 ta sarlavha ostida aytib o'taman. Tabiiy gaz zaxiralariga ega dunyodagi kam sonli mamlakatlardan biri bo'lgan Turkmaniston, Kaspiy sohilida 11 milliard tonna neft va 5,5 trillion kub metr tabiiy gaz zaxiralariga egadir. 2018-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Turkmaniston dunyodagi eng yirik tabiiy gaz zaxiralariga ega 4-mamlakatdir. Qanday qilib Turkmaniston dunyodagi eng boy va kambag'al mamlakatga aylandi? Mamlakat juda boy bo'lib, oltinlar ustida o'tirgan bir paytda odamlar qanday qilib kambag'al bo'lib qolishdi? Sovet saltanati yiqildi. Barcha mamlakatlar mustaqillikka erishdi. Ular orasida Turkmaniston ham bor edi. Faqat bitta nomzod ishtirok etgan saylovlarda Saparmurod Niyozov 99.5% ovoz bilan mamlakatning birinchi prezidenti etib saylandi. Keyin mamlakat parlamenti unga Turkman boshi unvonini berdi. Shunday qilib Niyozov dunyodagi barcha turkmanlarning lideriga aylandi. Barcha ommaviy axborot vositalari uni millat xaloskori va hatto payg'ambar sifatida qo'llab-quvvatladi. U armiyada xizmat qilmasa ham marshal unvoniga ega edi. Bu bilan tugamadi. U o'zining ruhnoma kitobini barcha turkmanlarning muqaddas kitobi deb e'lon qildi. Hatto oylar va kunlarning nomlarini ham o'zgartirdi. Yanvarni o'zi va aprel oyini onasining nomi bilan atadi. Aslida Niyozov o'zini to'g'ridan-to'g'ri shoh deb e'lon qilmoqchi edi, ammo Eron va Rossiya bunga qarshilik ko'rsatgani ma'lum. Turkman boshi shoh bo'la olmaganidan so'ng tasalli uchun o'zini umrbod prezident deb e'lon qildi va oltindan yasalgan haykalini poytaxt markazida o'rnatdi. Turkman boshining bu sarguzashtlari roppa-rosa 30 yil davom etdi. Turkmanistondagi bema'ni hukmronlik haqida gapirilganda, Turkman kommunizmining himoyachilari tomonidan quyidagicha dalil keltiriladi. Bu yerda hamma narsa bepul. Uzoq vaqt davomida Turkmaniston amalda bepul xizmatlar bilan maqtanib kelgan. 1993-yildan beri Turkmanistonning barcha aholisi bepul gaz, suv va elektr energiyasidan foydalanadi. Turkman boshi ma'muriyatiga qarashli kommunal to'lovlar shunchalik ahamiyatsiz ediki, yiliga bir marta kvitansiya olinardi xolos. Biroq xalq farovonlikda yashaydi deb aytib bo'lmasdi. Albatta, bu bepul xizmatlar ham yangi boshqaruv kuchga kirganida o'zgardi. Turkmaniston dunyodagi bog'lanish eng qiyin bo'lgan mamlakatlardan biri. Har jihatdan erishish qiyin. Ayniqsa siz jurnalist bo'lsangiz, viza olish deyarli mumkin emas. Siz mamlakat to'g'risida xolis hisobotlarni ola olmaysiz. Turkmaniston xalqi bugunga qadar muxolifat kuchlariga duch kelmagan, chunki mamlakatda haqiqatni gapirish eng katta jinoyatdir. Badali juda og'ir. Noroziliklar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bu yerdagi odamlar norozilik nimaligini ham bilishmaydi. Hatto oshxonalarda ham ular hokimiyatni tanqid qilishdan qo'rqishadi. Mamlakatda taqiqlarning oxiri yo'q. Masalan, 2015-yildan Turkmanistonga qora rangli avtomobillarni olib kirish taqiqlandi. Nima uchun deysizmi? Prezidentning so'zlariga ko'ra qora rang baxtsizlik keltiradi. Shuning uchun hech kim qora mashinani boshqarmasligi kerak. Hatto YouTube, Facebook, Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ham taqiqlangan. Turkmaniston haqida yaxshi gapirmaydigan hammaga va hamma narsaga taqiq qo'yilgan. Ehtimol ushbu video ham darhol taqiqqa uchrar.
Turkmanlarning hayoti televideniye va maxsus xizmatlar tomonidan boshqariladi. Prezident xohlaganidek butun mamlakat belgilangan vaqt davomida ertalablari ekran oldida mashq qiladi. Yangi turmush qurganlar to'yda prezident portreti fonida suratga tushishi kerak. To'y albomlarida prezident bilan bog'liq kamida 3 ta fotosurat bo'lishi shart. Bu mavzu bo'yicha rasmiy hujjat chop etilmagan, biroq bu majburiy talab ekani ta'kidlanadi. Turkmanlar uzoq vaqtdan buyon nima va nega buyurilgani haqida fikrlashdan mahrum etilgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Turkmaniston aholisining chorakdan yarmigacha qismi ishsiz hisoblanadi. Ammo prezident boshqacha fikrda. Bugungi kunda xalqimizning turmush darajasi juda yuqori va bu bozor iqtisodiyotiga o'tishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda, deydi u. Berdimuhammedov hokimiyatga kelganidan ko'p o'tmay, Turkmanistondan Turkiyaga keladigan muhojirlar oqimi 3 baravar oshdi. Odamlar chet elga sayyohlik vizalari bilan ketadi. Ular noqonuniy muhojirlar sifatida turli mamlakatlarda joylashadi. Ularning aksariyati Turkiya, Eron, Rossiya va Yevropaga faol ravishda ko'chib ketdi. Bu o'rinda ta'kidlash kerakki, odamlar Turkmanboshi vafotidan keyin vaziyat shunchalik yomonlashgani uchun emas, balki chegara biroz ochilib qolganligi sababli mamlakatdan qochib ketishdi. Odamlar qani? Turkmanistonning oq marmar poytaxt fotosuratlarini ko'rganda odamlar ko'pincha shu savolni berishadi. Aslida yangi Ashxobodda hech kim yo'q. Marmar bilan qoplangan ulkan yangi uylar, keng ko'chalar, parklar, bog'lar, favvoralar mavjud, ammo odamlar yo'q. Ashxobod aql bovar qilmaydigan tezlikda qurilmoqda. Gigant parklar va maydonlar, ular bir-biridan ancha olisda. Kunduzi shahar markazidan o'tayotgan bitta odamni ko'rmaysiz. Dunyo o'tgan asrning o'rtalarida totalitar estetika davrini boshdan kechirdi. Oddiy odamlarning Xitoydagi hashamatli saroylar fonida bir kulrang beton parchasiga aylanib ketganini Gitler Germaniyasida, Stalinning Moskvasida ko'rgan edik. Endi estafetani Turkmaniston o'z zimmasiga oldi. Mamlakat poytaxti odamlar uchun emas, balki paradlar uchun qurilgan. Izolyatsiya nuqtai nazaridan Turkmanistonni faqat Shimoliy Koreya bilan taqqoslash mumkin. Shuningdek, rasmiylar mamlakat aholisining chet elga chiqishga ruxsat berishni umuman istamaydi. Masalan, agar siz 30 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, mamlakatdan chiqa olmaysiz. Turkmanboshi rejimidan keyin xalq yangi ma'muriyatga umid bog'lagan edi. Biroq mamlakatda faqat Turkmanboshi portretlari o'zgardi xolos. Mamlakatni tavsiyalash uchun 10 ta sarlavha yetarli emas. Dunyodagi eng boy yerosti boyliklari ustida millionlab odamlar och yashamoqda. Qanday bo'lmasin, mamlakatni tark etib, dunyoning 4 tomonida qullikda yashab bo'lsa ham, yurtiga bir necha dollar yuboradiganlar o'zlarini omadli deb bilishadi. Aholisi 5 milliondan sal ko'proq bo'lgan va gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda 4-o'rinda turadigan mamlakatda odamlarning o'rtacha ish haqqi 30-70 dollar orasida. Turkmaniston aholisi nihoyatda umidsiz, chunki amaldagi prezident o'zidan keyingi o'ringa o'g'lini tayyorlamoqda. Xalqaro inson huquqlari guruhlari tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Turkmaniston ozod bo'lmagan 5 davlatdan biri. Shunga qaramay, dunyodagi inson huquqlari va demokratiya himoyachilari hozirgi Turkmaniston rejimiga qarshi ogohlantiruvchi va sanksiyadan foydalana olmaydilar. Favqulodda vaziyatlarda kuchli tijorat va siyosiy sheriklarga ega. Avval Rossiya, keyin Xitoy. Umid o'lgach hamma narsa o'ladi. Dunyoning sukunati Turkman xalqini umidsizlikda saqlamoqda. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bizni kuzatib boring. Biz qorong'i burchaklarni yoritishda davom etamiz. Allohga omonat bo'ling. И каждый жил мечтой одной, воды глоток. И тьма была, и ветер дул, и был он сух, как царь.